Assalomu alaykum. Xorazm kanalining obunachilari. Xudo xolasa bugun sizlarga nasib bo'lsa shu zdaniya arendaga beriladi. Hurmatli obunachilar, baliqxona, kafe, bog'cha taman desangizlar ham dim qulayli zallari hammasini ichonda batafsil ko'rsatamiz. Adresimizni aytib o'tamiz. Hurmatli obunachilar, adresimiz Kervakda, Pila zavodini yoni. Chiroyli qilib tushuntirganda. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Amazon mısınız? Nechiksiz aka? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Ana Kudret. Ana Xursand aka, bir yandan xudo xolasa bir so'rashib beringdan tushuntirasiz. Assalomu alaykum. Instagram'dagilar yaxshimisizlar? YouTube'dagi. YouTube'dagilar hammasini eshitdim. Hava. Arenda berjakmiz bu yerga. Xudo xolasa. Banketni zal. Ina hurmatli obunachilar, chencha bir aka. Biri yeni 520, uzuni 15 metr mana. Ha, 520 ga 15 metr. Hava. 520. Endi qarang, arendaga beraman dedingiz. Nechik qulayliklar yaratsa bo'ladi bu yerda. Bu yerda tikilsa, qaysilar xolasalar, istilovayatsizlar. O'zlarini ne olmay kelsa men sizdan arenda beraman faqat. Faqat. Zdanalar bir qator ko'rsatib chiqamiz. Ko'rsatib Necha xonasi bor? 9 xona bo'ldi. 9 xonasi bor. Hamma qulayliklarini, sharoitlari yaxshi, hurmatli obunachilar. Bu qatorimizda 9 xonasi bor. Ko'rib boraverasizlar. Hamma narsasi döşelgan pasudalar bor. Ha, pasudan mavjud. Ina hurmatli obunachilar. Ham buni ochmoq kerak. Ha, bo'ldi. Ina hurmatli obunachilar, hamma narsali konditsioneri, boshqasi, televizori hammasi bor. Katta xonalarida lekin. Kichkina xonalarida yo'q, hurmatli obunachilar. Bu ko'rganingiz zalni chencha bir 5 5. Tayyor biznes, hurmatli obunachilar. Endi Dishon tarafdagi boshqa boliq, masalan, achaman deylar bo'ladigan bo'lsa, boshqasi bo'lsa, misol, ular ham bir qator pes topli pol. ha, pesi. Hamma xonalar ichi bilanmi? Hamma xonalar ichi bilan $2 ochadi. Ha, bu yerda uje tayyor. Gaz bor. Gaz bor. Xonadonlik bor. Xonadonlik bor. 2 xonadonlik. Ina bu hurmatli obunachilar bor. Wi-Fi bor. Litni o'tiradigan joylari. Letni taraf hurmatli obunachilar. Necha xona? 1 2 3 4 5 6 7 xonasi. Ina bu bog'i hurmatli obunachilar. Tez xudo xolasa bu yer ko'karib netib ketadi bu. Yem-yashil bo'lib. Diqqat bilan ko'rib boramiz hurmatli obunachilar. Shu akamiz xudo xolasa bo'lsa Qudrat sana obunachilaringga bir yangilik aytib berdi. Ha, nasos hamma narsa ishlab turibdi. Hurmatli obunachilar, hovuzlari bor. Necha bir aka? Hovuz 2 metr 8 metr. 2 metr 8 metr. Suv qochar hammasi bor. Hammasi bor, suv qocharan. Bir yandan ko'rib boraverasizlar. Hem ne? Hovuz iman içinden bor, zimni. Ha, zimnisi bu. Zimnisi bu yine. Suv hamma narsasi bor. Qozon, o'choq, o'sadoni. Hovuzdan o'sadan joyam, yine kazanın yesi hem böyle pasuda sanadan tayar. İmanda pasuda moykesan bor yine. Tarazisini nechalar tayyor ekan hurmatli obunachilar? Hisob. Yine pasuda durup yine bütün pasuda. Ha, pasudalar bor. Pasudalar boy bu moykesi germanik kat yol duruptana. Hisob. Ha, bir de xotin qizlar misol ehtiyoji ishi bo'lsa yo'veradi. Bu moykesi bor. Hammana pasudalari bor hurmatli pasuda aka. bor. Ina. Xo'sh. Bu yerlar ham bir qator ko'rsatamiz hurmatli obunachilar. Shashik qazonlari tandir. Yine. Ha, bunday variantlar ham bor. Ha. Ina hurmatli obunachilar, agar kimda tayyor biznes kerak bo'lsa, tandirlar ham bor, shashlik qozonlar ham bor. Ben tarafni. Xonam bo'yida ehtiyoji. Ha, bu yerda. Yashab ishiyman desa. Agar chetroqdan kelsalar. Chetroqdan kelsalar. Ina hurmatli obunachilar, bering shunda yo'askisining ham döşeklar ham bor axir. Ina. Sveti yo'q bu yerda. Ha, bor o'xshaydi. Bor, bo'lishi kerak. Ina. Hurmatli. Yerda bir xon vaziyat qo'yibmiz. Yashamoqlarni pecham turibdi. Yashab yotib ishiyman desalar. Ina hurmatli obunachilar, chencha bir. Beri eni 327 metr bu. 320 ga 7 metr. Ha. Yoski letni hurmatli obunachilar, o'tiradigan, yeb ichadigan mestalardan 1 2 3 4 5 6 7 dona bor ekan. Endi qarang. Xudo xolasa Gazi bor dedingiz. To'pli ishlab turibdi. To'pli pol ham mavjud ishlab turibdi. Hamma narsasi endi buni arenda olgan odamni o'zi ishlagan o'zi to'laydi axir.
Hava. Rasvotuna qarab. O'zi to'laydi havo. Gaz svetini. Shu arenda berilgan vaqtda shu bog' bilan birga, shu letniy o'tiradigan joylari nelari bilan birga beriladi hammasi. Hammasi. Havo. Va shunda bir zdaniya, bu yon taraf zal ham bor axish, plus. Zalam bor. Plus zal, bu zdaniya bilan beriladi shunda. Bir joydan boshqadan ayshi bu joydan. Zdaniyani o'zi eni 520, uzuni 60 metr. Havo. 520-60 metr zdaniyani o'zi ichini zimlisidan iç. Tushundim. Issiq joy. Ana endi Ishlar bilan birga hamma joy bilan netaveradilar. Stolova sala. Havo. O'tiraveradilar. Endi bog'cha açsan ham bo'ladi axir, Bog'cha açsalar ham bo'ladi, xohlasa QCX, xohla ishlar narsalar. Faqat men zdaniyani arenda beraman, ish teritoriya bilan birga. Dokument hammasi konkret. Hamma joyda bor, hamma joyda. Endi bu yerga kelib ishlatchak odam, axir o'zi firma ochadi-da. Ha, tushundim. O'zi nodona firma ochadi, o'zi netaveradi. Arenda beriladi zdaniya. Tushundim. Adresimizni bir o'zingiz ham tushuntirib aytib o'ting. Hazarasib Karva qishlog'i Plazavt yan boshdan giriladi. Drujba tarafiga qarab ketishini chap qo'la giriladi, Hazarsa tarafga qarab ketishini o'ng qo'la Plazavtga 7 mil turib. Bek restoran, Lokatsiya yandan giradi havo. Telefon nomerlarini aytib qoldirasizmi shunda? 90lik 090 0082. Yana bir ayting. 90dan 090 0082. Ana shu telefon nomeringizni WhatsApp, Telegram bor. Ha. Bemalol murojaat qilasizlar. Murojaat qilib. Pulini chetasiz. Pulini gelaversalar 100 gaplashamiz. Ustunda. Ustunda gaplashamiz. Ina hurmatli obunachilar, pullarni haqiqiy ishlataman degan inson bo'lsa, telefon qilsinlar, bog'lansinlar, kelib ko'rsinlar dedilar. O'zlarini aytamiz dedilar. Ana shuni munosabatini Xudo xolasa barlardan bir qator ko'rsatib beramiz. Inshaalloh Xudo xolasa videolari qo'yib beramiz keyin. Konditsioner ham bor ekan endi. 3 konditsioneri bor. Молодец. Issiq sovuq suv bor. Issiq sovuq suv 3 konditsioner, 2 televizor. Bu qanadilgan beriladi, hay? Xolodilnik 2 televizor, 3 konditsioneri bor. Ina hurmatli obunachilar, yana ko'rsatib bildimmi, yo'qmi? Hamma joyda o'shalgan. Ham yana bir narsa. Bir yere yetadigan, masalan, bu yoz kengizga yetadigan ko'rpa döşeklar ham bormi? Ha? Bu tarafa yoz kiya yetadigan. Hamma narsa palaslari bor, hammasi döşek. Pasuda ham bor. Pasuda 120 odam yetadigan pasudan bor. Hisob. Anasa hurmatli obunachilar, barlarni ham ko'rishlaringiz mumkin. Hamma sharoitda tayyor biznes. Kimda kim qiziq bo'lsa, bemalol ana ekranlarda telefon nomeringizni qo'yamiz, telefon qilib foydalanadilar.